Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa biz ham ustaxonamizda bir yangilik qildik. Cobalt avtomobilni. Bu Cobalt 2013-yildan 2025-yilgacha chiqqan oddiy Cobalt, ya'ni MCM bo'lmagan avtomat Cobaltlarga chiqardik buni, xudo xolasa. Bunda nima ish qiladi? Az ko'rsatamiz. Yani dig'a ursak, bu yoqda 1 degan yozuv chiqib turadi. Drive rejimi oddiy sizlar haydab yurgan rejimda yuradi. Masalan, haydasak, masalan hozir haydasam buni skors almashganini ham ko'rsatib boradi. Ana 2 bo'ldi, skors almashgani 3 bo'ldi. Ketaveradi shunday 4 bo'ldi. Agar avvallar esa biza skorsni almashganini bilishimiz uchun neytralga olib yurishimiz kerak edi. Mexanikaga olib yurishimiz kerak edi. Endi esa shuni o'zida ham ko'rsatib turadi. Bu programmamiz nomi 4 rejim hisoblanadi. 4 rejim. Yana bu novi karomati bor desangizlar, bundan keyingi rejimini o'tamiz. Bundan keyingi rejimi sport rejimi. Bu yoqda ham shu qaysi skorsdaligini ko'rsatib boradi. Sport rejimida sizlar svetoforda turganda odamlardan tez o'tib ketish, birov bilan bosishma bo'ladi, bir orada bir bo'ladi, bosmay haydaydigan odamlardan. Obgonga chiqqanda qilsanizlar bo'ladi, haydasanizlar. Ozgina haydab ko'rsataman. Tak, bosamiz. Gördüğünüzde sidineye yapıştıradi. Skors almashganini ham ko'rsatib boradi. Skorsda mesela boshqa rejimlarda tez almashib, mashin normal yuradi. Sportivniy esa qiyinroq almashib, na samim deylik sportivniy yuradi. Endi boshqa rejimini ko'rsataman. Videoni Instagram uchun olib turibmiz, shuning uchun qisqaroq bo'lsin deyman. Atak kelsangizlar polni podrobniy tushuntirib beramiz. Keyingi rejimimiz winter rejimi, ya'ni L3 deb yozib qo'ygan sababi bu 3-skorsdan boshlab ketadi. Bu qachon kerak bo'ladi? Yo'llar galalyot bo'lsa, yo'llar loy bo'lsa, bilsangizlar buksavat qilib yotaveradi bir joyda. Bu esa sizlarga vibranniy передачani ko'rsatib Mashin drive'da turibdi, D'da, lekin vibranniy передача 3, ya'ni tanlangan skors 3 deb turibdi. Ya'ni передача bunga qaranglar drive'da turibdi. Bu da ya'ni joyinda qo'zg'alishi 3-skorsdan boshlaydi. Asta yurib ketadi, ya'ni buksavat qilmasligi uchun harakat qiladi, u yoqqa ketaveradi, xudo xolasa. Ya'ni qish rejimi. Endi hammaning og'riqli joyini aytaman, xudo xolasa. Yana qaraysizlar. Ekonom rejim ham bor bizlarda. Ko'rib turganlaringizdek, deb qo'yibdi. Bu ekonom rejimi bo'ladi. Endi ekonom rejimi novisi bilan farq qiladi. Ekonom bo'ladi haqiqatdan, skors tez almashadi. Hozir sizlarga haydab ko'rsataman. Bu skors avtomobilda ham tushunmaganlar uchun aytaman. Avtomobil tezligini ko'rsatib turibdi. Vibranniy передача bu qaysi skorsga almashganini ko'rsatib boradi. Demak, skors avtomobil ana uni qo'yib beramiz hozir. Tak, endi оборот dvigatelni qo'yib oldik. Biz tezligini tekshirganda tezlikda qolib ketibdi. Tak. Endi qarab o'tiringlar. Taxometr nechaga chiqqanda, necha оборотda skors almashadi. Qaraymiz endi. Masalan, ichkari ko'chalarda haydab yuraysizlar, boshqa qilasizlar. Ana, уже 1700 mi? Nechada almashdi? 2 ga urdi, 2-chi skorsga urdi. 1800-chada 3-skorsga urdi. Har taraflama hamma joy o'ylangan, korobkaga umuman zarari yo'q. 4 ga urdi уже. 2000 ga chiqmadi hali. Bu da ya'ni normalniy ekonom bo'ladi mashina, xudo xolasa. 5 ga urishini kuzatamiz. 5 ga sal kechroq uradi, sababi hammasini tez urib tashlayversa 2000 dan pastda ana 5 ga urdi. Nechada urdi? 2000 dan sal o'tib urdi. Mashin bo'g'ilib qoladi вообще. Ekonom rejimda mashin cho'tki yuradi, aytib qo'ying, bo'g'ilib qolmaydi. Skors tez almashib, mashin miyaqki, eng zo'ri motorga nagrushka, korobka nagrushka yo'q. Motorda ovozlari past bo'ladi, xudo xolasa. Olib kelsangizlar qilib beramiz. Joyimiz bilasizlar, Xorazm viloyati Bog'ot tumanining markazida. Telefon nomerlarimiz yana yozib ham qo'yamiz. 99 969 23 51.